tandir quradigan akalarga layfhak. Hop, oldin dadamlar qurar edi, eslayman, yoshligimizda. Tandirni ichkarisidan kessaydi, pastga tashardi. Shunda tandir ichkariga tushsa, tandirda o't yaqayotgan odamning yuziga o'tirmaydi derdi. Hozir biz shu narsani uruvinda va metrda qo'yishni o'rgatamiz. Bu haligi bilganlarga emas, bilmaganlar uchun. Hop, uruvin qo'yganimizda 3 sm yetadi. O'sha oldingilarni qo'ygan tandir holatda bo'ladi inshaalloh. Keyin yana bir narsa, noldan tandirni og'zigacha 1 metr bo'lsa standart bo'ladi. O'sha hozirgi kundagi o'rtacha 1.55-1.60 sm-dagi ayollarning bo'yiga mos bo'ladi. Bundan da qiziq ma'lumotlar hali oldinda bizga obuna bo'lib, like, podpiskani bosib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar. Bizga